Aslida bu munozara o'tkinchi voqea emas edi. Javed Axtar yillar davomida Allohning borligiga qarshi ochiq fikrlari bilan tanilgan, bu esa yoshlar orasida shubha va gumonlarni sezilarli oshirayotgan edi. Shuning uchun bu g'oyalarga ilmiy va xotirjam tarzda javob berish kerak deb bildik. Hissiy nutq yoki shaxsiy hujum bilan emas, balki mantiqiy va asosli dalillar bilan. Allohga shukrki, bu munozara ko'rsatdiki, Allohga ishonch hissiy pozitsiya emas, balki Alloh aytganidek mantiqiy va izchil fikrdir. Bu mening yo'nalishim. Men va izdoshlarim Allohga ilm bilan da'vat qilamiz. Aniq ko'rdikki, ko'p odamlar ateizmning fikrlarini jiddiy qayta ko'rib chiqmoqda. Allohga hamdlar bo'lsin. Shuningdek, bir guruh odamlar meni noto'g'ri e'tiqodiy ayblar bilan aybladi. Go'yo men Allohning ulug'ligini inkor qilaman yoki uning sifatlarini yaratilgan deb aytaman. Bu esa ochiq yolg'on. Alloh asrasin. Allohdan ularni va barchamizni kechirishini va yaxshilik bilan mukofotlashini so'rayman. Men Allohning ulug'ligi va zoti va maqomiga iymon keltirganman hamda Qur'on va sunnatda kelgan Allohning barcha sifatlarini tasdiqlayman. O'xshatishsiz, inkor qilmasdan va qanday ekanligiga chuqur kirmasdan. Ahli sunna va jamoa yo'lida. Biz rasmiy raqamlar va ishonchli ma'lumotlar yo'qligini aniq ta'kidlamoqchimiz. Shuning uchun biz noaniq raqamlarni oshirmaymiz yoki tarqatmaymiz. Ammo ishonch bilan aytish mumkinki, biz ko'plab musulmon bo'lmaganlar va ateizm ta'siridagi bo'lgan yoshlardan xatlar oldik. Ular shubhalarning yo'qolishi va haqiqatni izlash yo'liga tushganlarini aytishgan. Ularning ba'zilari albatta Allohning hidoyati bilan islomni qabul qilganlarini aytishdi. Siyosiy zulm, qahr va insoniy azoblar chuqur ruhiy iz qoldiradi. Ba'zilarini hayot ma'nosi haqida o'ylashiga majbur qiladi. Lekin biz insoniy azob bilan noto'g'ri falsafa, xulosa o'rtasida farq qilishimiz kerak. Azob-uqubatning mavjudligi Alloh taoloning borligiga zid emas. Biz bu dunyo sinov maydoni ekaniga, sinov esa faqat yaxshilik va yomonlik biriga bo'lganidagina ma'noli bo'lishiga ishonamiz. Demak, oldimizda dunyoga ikki xil qarash bor. Birinchisi ateistik qarash, inson azob chekadi, keyin esa o'ladi. Azoblarining ma'nosi yo'q. Hech qanday tovon ham to'lamaydi. Ikkinchisi islomiy qarash. Hatto odamga sanchilgan zirabcha ham savobli. Har bir zulmning hisobi va jazosi bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, musulmonga yetgan charchoq, azob, tashvish, qayg'u, ozor yoki g'am, hatto sanchilgan tikon ham qolmaydi. Buning evaziga Alloh ularning gunohlarini kechiradi. Asl savol shuki, qaysi qarash inson azobini jiddiy qabul qiladi? Yoshlarimizga aniq va mehr bilan aytaman. Agar miyangizda din haqida shubha yoki savol tug'ilsa, yoki biror hukmning donoligini tushunmasangiz, bu islom javobsiz degani emas, balki siz hali javobga yetmaganingizni anglatadi. Burchimiz izlanish, o'qish va mutaxassis olimlardan so'rash, butun dinni inkor etib savoldan qochish emas. Shuningdek, ilm bilan ilmiylikni farqlashimiz kerak. Ilm bu fan, ilmiylik esa bu scientism. Islom ilmga qarshi emas, balki scientismga qarshi. Scientism tajribaviy fan, yagona bilim manbai degan fikr bu xato. Biz bilim manbalari ko'p deb ishonamiz. Sezgi va tajriba, aql va mantiq, hammasidan yuqori turuvchi Allohning vahyi. Mana shu eng aniq bilim manbai. Yoshlarning savollariga xotirjamlik va ilmiy uslubda javob berish juda muhim. Tanbeh yoki ayblov bilan emas. Chunki haqiqiy qalbdan chiqqan savol hidoyatga olib keladi, zalolatga emas.